Beijingda shirkat ochgan va natijalari Xitoy axboroti tarafidan bir mezgil keng tashviq qilingan yosh Uyg'ur korxonchi Abduxabir Muhammadning tutqunda ekanligi xabar qilingan edi. Erkin Osiyo radiosining aniqlashlari natijasida uning o'tgan yilning oxiri 10 necha sabdishi bilan tang sotlanganligi 15 yillik kesib etilganligi oydinlashdi. Beijingdan tutib ketilgan va 15 yillik kesib etilganligi dalillangan Abduxabir Muhammad haqidagi Xitoy xabarlarida u davlatni so'yadigan va davlatga sodiq bir korxonchi sifatida tanishtirilgan va Uyg'ur yoshlari uningdan o'rganishga chaqirilgan edi. Xitoyning Yer shari vaqt gazeti qatorliq axborot vositalarining 2018-yilning oldi-keyindagi mezgillarda tanishtirishicha, Abduxabir Muhammad 2010-yillari Amerikadagi Nyu-York shtatlik universitetida savdo korxona boshqarish kasbida o'qigan. Keyin u Xitoyda kasbiy jihatdan taraqqiy qilish mumkinchiligi borligiga ishonib, o'qish bitirgandan keyin Beijingga qaytib kelgan. U Beijingda Xoldi xalqaroliq ma'rif maslahat shirkatida turib, yoshlarga chet elda o'qish imkonlari to'g'riliq uchur va maslahat berish mulozimati bilan shug'ullangan. İctimai taratqulardagi inkaslarda Abduxabir Muhammadning mayli o'qish, mayli tijorat hayotida Xitoy hukumatining siziqidan chiqmaganligi eskartilgan edi. Nyu-Yorkda echilayotgan 78-navbatlik BDT umumiy yig'inida Turkiya prezidenti Erdo'g'an va Amerika prezidenti Bayden nutqlarda Uyg'urlarni tilga o'tdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an BDT umumiy yig'inida so'zlagan nutqida Uyg'urlar masalasini tilga olib, Xitoyning zimin butunligiga hurmat qilish asosida o'zlari bilan tarixiy beg'i bo'lgan Uyg'urlarning haq-huquqlari va erkinligining qo'g'dilishiga sezgir qaraydiganligini va buni kun tartibda tutadiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Joe Biden nutqida dunyo kishilik huquq dafsandichiliklari haqida to'xtalgan Uyg'urlarni tilga olib, kishilik huquqning dafsanda bo'lishi mayli Xinjiangda bo'lsin yoki Tehronda bo'lsin, birdek oyoqlashishi lozim. Insonlar azob chekyotadi dedi. O'rta Osiyo Amerika davlat boshliqlarining G5 qo'shilgan bir shaklidagi tunji boshliqlar yig'ini Nyu-Yorkda Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Amerika davlat boshliqlarining qatnashishi bilan o'tkazildi. Amerika prezidenti Joe Biden sohibxonlik qilgan bu boshliqlar yig'iniga Qozog'iston prezidenti To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Japarov, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev, Tojikiston prezidenti Imom al-Rahmon va Turkmaniston prezidenti Sardar Berdimuhamedov qatnashdi. Yaponiya va Amerikaning tashqi ishlar ministrlari Xitoyning ta'siri kuchayayotgan Tayvan bo'g'izida muqimlikning zarurligi to'g'risida birdeklik hosil qildi. Yaponiya tashqi ishlar ministri Kamikawa Yoko Nyu-Yorkda Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan BDT umumiy yig'ini doirasida ko'rishdi. Kamikawa bilan Blinken Xitoy ta'sir kuchini oshirgan Tayvan bo'g'ozi rayonida muqimlikning lozimligi to'g'risida birdeklik hosil qilganligini bildirdi. Suriya prezidenti Bashar Asad 12 yil ilgari Suriya ichidagi urush portlagandan buyon tunji qatam Xitoyni rasmiy ziyorat qiladi. Bashar Asadning bugun olib berilgan ziyoratda yuqori darajalik vakillar o'mikiga rahbarlik qiladiganligi e'lon qilindi. Suriya prezidentiga bayonotida bu ziyoratning Xitoy prezidenti Xi Jinpingning rasmiy talabiga asosan olib berilganligi va Asad bilan Shining Beijing va Hangzhouda bir yurish yig'in va faoliyatlarga qatnashadiganligi o'tirg'a qo'yilgan.